Hammaga salom. Kelinglar bugun shu ko'ylakni sizlar bilan stilizovать qilib ko'ramiz. Qanaqa kiysa bo'ladi. Men bu ko'ylakni 2 martagina kiyganman. Opamning to'yiga, xolamning qizining to'yiga baland poshnali bosonojka bilan shundan beri shkafda yotibdi. Oyog'imga nima kiyishni o'zi bilaman. Shunaqa gipyurli nosochki bormanda и shunaqa baletki. Birinchi bo'lib noskilarni kiyib olamiz. Ja unaqa tepaga ko'tarib olish shart emas, sal pastroq tushirib bemalol. Bu yoqga shunaqa pershetkilarim bor edi. Uzun qilib kiymaymizda, buni ham kaltaroq qilib, takoy yig'ib kiyamiz. Вот, уже o'zgarish bor. Endi bu yoqga shu gipyurli kosinkani ham qo'shib ko'raylikchi. Belimga boylab ko'rdim, o'xshamadi, yemadi, shuning uchun yelkamdan tashlab oldim. Bu yaratilayotgan obrazga shu bantik ham zo'r tushadi. Davaychi sochimizni yig'ib ko'ramiz. Wow, asal bo'ldi. Shunaqa jamchukli aksessuarlarim ham bor edi. Bularni ham qo'shib ko'rishni o'yladim. Bo'ynimga, qulog'imga. Hozir taqmasam qachon taqaman? Endi o'zinglar aytinglar, kim bu asal qizi iplos xarakteri bor deb o'ylaydi? Конечно же, hech kim. Mayli, I'm just kidding guys. Xarakter bunaqa shit xarakter emas. Diqqatimizni obrazga qaratamiz. Sochimni yig'ib ham ko'rdim, yoyib ham ko'rdim. Qaysi biri chiroyliroq bo'ldi, o'zimga uncha bilinmadi. O'zinglar aytasizlar. 1 dan 10 gacha baholab, qanaqa kiysa chiroyliroq bo'lardi, nima qo'shgan bo'lardinglar, nima olib tashlagan bo'lardinglar. Ko'rganingiz uchun hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha, bye bye.